Onang gul ishla o'xshamayapti-ki. O'ylayverib, miyamda megabayt qolmadi. Jon, siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ishlaringiz ham o'xshab ketadi. San jim turda. O'zi hammasiga saydorsan. Men nima qildim? O'zingiz eplab bir ish qila olmaysiz-da, keyin yana aybni menga to'nkiysiz. Tavba qildim. Hey, aslida hamma ayb senda, tushundingmi? Mana shu uyga kelin bo'lib kelganing bu sana aybing. O'rtoqlarim aytgandi. Uylansang, ko'karib ketasan, boyib ketasan, ishlaring 5 bo'ladi degandi. Ko'karish qayoqda? To'kilib ketganman. Men birjom hozir o'zingiz-ku ishdan ishga sakrab yuradigan. Odam degancha bitta joyda ko'karadi, tushundingizmi? Sen meni aytyapsanmi? O, yigitni o'zi bilan o'ynashsang ham, omadi bilan o'ynashma. Jon, siz bitta narsani tushuning-da. Odam maqsadiga erishishda xuddi hojatxonaga shoshayotgandek harakat qilish kerak. Uni bu maqsad yo'lida hech kim to'xtata olmasligi kerak. To'g'ri aytasan, xotin. Sen menga zo'r motivatsiya berding. Men hammasini tushunib yetdim. Demak, men harakat qilishim kerak. Bugungi ishni ertaga qoldirma deyishgan. Dadasi, meni to'g'ri tushunganingizdan xursandman. Bu ishni bugundanoq boshlashim kerak. Demak, men hojatxonaga borishim kerak. Rahmat senga, xotin. Rahmat. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jon, Joning chiqsin. Nima? yaqinda bayram. Qanaqa bayram? O'lganlarni xotirlash, qadrlash kunimi? Haligi 8-mart, go'zallik, nafosat. Shunaqa bayram ham bor. Dadasi, o'zingiz jinolikka solmang. Vaqt 8-mart kelsa. Qimmat sovg'alar olib berasiz-a? Hey, tegmay, kimsan? Nomahram qey. O'zingiz jinolikka solmang. Men ham 14-yanvarda nimalar qilganimni eslang. Rostdan bir eslaylik, 14-yanvarga nimalar qilganingizni. Yaxshisi eslamang. O'tmish bilan yashash yaxshi emas. Qara-ya, obedgacha uxlaydigan mana bu kallagam ishlab qolarkan emasda. Haligi bitta tilla do'kon qurib qo'ydim-da. Shunga qulog'imga, bo'ynimga, qo'llarimga tilla olib berasiz-a? Xotin, senga o'sha tilla muhim yoki men muhimmi? Endi uchta tuqqandan keyin tilla muhim bo'lib qolar ekan. Mana shu paytda dadamni ikki og'iz gaplari esimga keldi-yu, ayta olmayman-da. Ha, bo'pti. Yur. Do'kon qayerda? Mana shu yerda, yonimda. Aytdik, erta balaga sotib o'ralashamiz, keta olmaymiz. Dadasi, naqd to'lamaysiz. Bu diamant do'konda bo'lib to'lashgan olsa bo'ladi. Bu qayerda o'z uyingda bitta o'yinga hamma narsani bo'lib to'lashga oling. Mana boshqa bo'lib bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Gap ko'paytirmang. Mani bayram. Kallamas, quyosh. O'sha. Demak, sen bu yoqqa oldin ham kelgansan. Ha. Bu necha pulda? 35 million. To'xtang. Mana qarang, bu bitta o'zi 35 millionmi yo yana qo'shimchasi bormi? Faqat shuni oldi. Bo'lib to'laymi? Menimi? Bo'lib to'lashga odam olasizlar. Yo'q, unaqa hech pulum yo'q ekan. Endi to'liq to'laysiz. Xotingiz olib ketib oldi. To'xta, pulim yo'q, qayerdan to'layman? Mollarni artib yursam, necha yilda qutulib ketaman? Qanday yashaysiz? Hammasi o'rganib ketdi-ya. Yana pichoqmoqchimi? Qara. Voy qara. Qara sen-chi. Hozir urib qo'yadi. O'le, sharmanda qildik odam. Shunaqa qilib olishadimi? Qara, orqangga kelmadi. Qara. Voy. Urdi-yu. Uyatsizlar. Pishmaylaring. Assalomu alaykum hoji. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Yaxshi keldingmi o'g'lim? To'y qalay bo'ldi? To'y ham bo'ladi, to'yga o'xshadi. Menga qara.
Nima cho'chiysan? To'yda qizlarni ko'rdingmi? Chiroyli qizlar bor ekanmi? Qo'lingga birortasi yoqdimi? Endi oyi, normalniy qizlar bor edi. Faqat ularni eri ham bor edi-da. Luleme ul. Latta. Shundoq katta to'yda bitta qiz topolmadingmi, ha? Endi qolganlari bo'ydoqlari ko'nglimga yoqmadi. Ko'zimga to'g'ri keladi. Ko'zingga ochsin, ha? Dadangchi, mani miyamni qoqib qo'limga berdi, bildingmi? 30 ga kirding-ku, 30 ga. O'tin bo'lding. Biz ayollar o'tin bo'ladi, sen o'tin bo'lib qolding. Qachon bilmayman, uylanasan-yu. Ha endi oyimda ko'ngil degan jonivor bunday ko'rganda bir jiz etish kerak edi. Bir-biriga bunday ichimiz yulduz to'g'ri kelsin. Nima deysiz endi? Topolmadim. Всё, bo'ldi shu. Yo'q, xullas. Tamom. Ko'nglingga qo'tirjama shov. Le. Oyim nima deysiz endi? Mana shunchasini ko'rsatdingiz. O'zim to'yga bordim. Hozir to'yga borsam qiz ko'rgani qolyapman faqat. Tushunyapsizmi? Yo'qmasa men nima qilay, oyi? Ayting, nima qilay? Ras uylanishni xohlamaysanmi? Mana men senga aytaman. Unda erga tek. Ko'zingga ochsin. Oyi. Mani fukusim. Bu mani fukusim. Fireball. Assalomu alaykum, oyi. Vaalaykum assalom. Ha, o'g'lim, kel. Shu desangiz bir maslahatli ish bor edi siz bilan. Maslahatli ish? Soqqalimi? Yo'q, soqqal emas. Soqqal emasmi? Gapir. Oyi, shu desangiz men bir narsani o'ylab qoldim-da. Ya. 30 ga kirib o'ylay boshladingmi, o'g'lim? Xo'sh. Nimani o'ylading? Alohida ko'chib chiqib yashasammikin debman-da, oyi. Voy, sen to'poymisan, bolam? Shuncha katta hovlimiz bor. Yashavermaysanmi? Kim seni qo'yapti? Endi shu keliningiz bilan maslahatlashib shu qarorga keluvdik-da. Ha, kelin bilan o'ylab ko'rdinglar. Aytdim, bu bola hech o'ylamasdi. O'ylab qopti deb. Ha, mayli. Xo'sh. Nimani maslahat qildinglar kelin bilan? Shu kvartira olib chiqib ketsakmikin degandikda. Onangni. Onasi o'zimman-ku. Bu kelin bola qaynonasi bilan yashagisi kelmasdan kvartirada yashagisi kelib qoptilar-da. Yo'q, o'zimning shaxsiy fikrim. O'g'lim, hech kvartiraga chiqib ko'rganmisan? Yo'q. U yerda sen onangni mehr muhabbati yo'q, bola. Kvartira to'laysan, kommunalniy to'laysan, bozorlik qilasan, kasha, pampers. Mehmonlar keldi ketdilar. Puling bormi, bolam? Yo'q. Unda o'g'lim sen bilan do'st bo'lib shu uyda yashaymiz. Ha, kelinga ham aytib qo'ying. U bilan ham do'st bo'lib yashaymiz. Qanday tushunding, bolam? Sirazi tushundim.